Diqqat, shoshilinch tezkor xabar. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev haqida hozirgina ijtimoiy tarmoqlarda xabarlar tarqaldi. Prezident Shavkat Mirziyoyev bugun jo'nab ketdi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va tezkor ma'lumotlarni, qiziqarli xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Buxoro shahriga jo'nab ketdi. Ertaga 11 aprel kuni Qozog'iston Respublikasi Prezidenti Qosim-Jomart To'qayev amaliy tashrif bilan mamlakatimizda bo'ladi. Tashrif doirasida Buxoroda oliy darajadagi muzokaralar bo'lib o'tadi. Unda O'zbekiston Qozog'iston do'stlik, strategik sheriklik va ittifoqlik munosabatlarini yanada rivojlantirish masalalari ko'rib chiqiladi. Bugun esa davlatimiz rahbari Buxoro viloyatini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va istiqbolli loyihalar bilan tanishadi, deyiladi xabarda.